Agar to'xtovsiz shunaqangi qo'rqinchli multiklar yoki videolar chiqishini xohlasangiz, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Albatta, fikringizni kommentariyada yozishni ham unutmang. U tayyormi? Biroz kuch qo'shing. Xodim Dildova. Vladimir, eshityapsizmi? Ha, doktor Petrenko, men qayerdaman? Juda yaxshi. Siz SCP fondida, ya'ni uydasiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Yaxshi emas, boshim og'riyapti. Bu yerga qanday keldim? Yana qo'shing, buni aniqlashimiz kerak. Vladimir, 3-marta nima bo'lganini eslaysizmi? Ha, 3-mart kuni o'lganing tug'ilgan kuni edi. Sovg'a qila olmadim. Siz bizni C zonasiga yubordingiz. U yer juda ham dahshatli edi. To'g'ri, u yerda DL1 va DL3 xodimlari bor edi. Perimetrni kesib o'tgach nima bo'ldi? Esimda, vertolyotga o'tirdik. Uzoq edi. O'lga xavotirda edi. Birinchi tajribasi edi. Uni hayajonni yo'qotish uchun L1 protokolini unga tushuntirdim. U shundan keyin ancha o'ziga kelib qoldi. Chalg'itish uchun avval Herbie robotini yuborishdi. Masofadan kuzatishdi. C zonasini Herbie qishloqqa kirib, uyga kirdi. Ichkarida kasallar bor edi. Rasmlardagidek edi. Ular endi odamlarga o'xshamasdi. Shunchaki shishgan et parchalari, ba'zilari qimirlardi, ba'zilari qotib turardi. Herbie 5 ta mavjudotni ko'rdi. Bittasi katta, 4tasi kichik. Katta maxluq tarelkalarni qo'ydi. Ovqatlanishga tayyorgarlikdek. Yuzidagi o'simtalar tarelkalarga cho'zildi. Buraldi, ajraldi. Ular tarelkalarga tushdi. Kichkinalari esa stolga yaqinlashdi. Kattaning go'shtini olib, tanalaridagi teshikka tiqishdi. Qanday jirkanch! Rostdan juda jirkanch. Gap bunda emas, tushunyapsanmi? Ular odam emas, lekin xatti-harakat odamlarnikidek. Lekin ular nega robotga e'tibor bermadi? Bilmayman, ammo Herbie ketayotganda quduq yonida kichik maxluq uni ushladi. Video uzildi, robot qaytmadi. Nimadir g'alati. Demak, ular xavfli ekanda. Bu SCP ablahlar bizni hayotimizni qadrlamaydi. Ko'ramiz. Eng muhimi, meni yonimdan ketma. Qizil chiroq yondi, pastga tushyapmiz. Tez orada C zonasiga yetib kelamiz. G'alati, lekin bu yerda 30 daraja issiq edi. Biroz yurgach nima bo'layotganini tushundik. Dahshatli narsalar, tirik go'sht ustunlar ko'rindi. Ularda odam tanasining qismlarini ko'rish mumkin edi. Ustunlar turli teshiklardan issiq havo chiqardi. Shunday qilib, kasallanganlar o'zlariga qulay muhit yaratadi. Shu payt Smirnov aqldan ozganga o'xshardi. U juda issiqligini va kiyimini yechish kerakligini aytdi. Yo'q, mumkin emas, bu xavfli. Lekin kech bo'lgan edi. Smirnov himoya kiyimini yechib, ustunni ushlab oldi. Bunday issiqda kasallik juda tez tarqaladi. Uning tanasi o'simtalar bilan qoplanishini ko'rdik. U yiqilib, titrashni boshladi. Tezroq ketaylik, uni endi qutqarib bo'lmaydi. Olga haq edi. Smirnov allaqachon aqldan ozgan edi. Ahmoq chol. Uning ryukzagini olib yo'lga tushdik. Chorrahada burilib oldinda g'alati narsa ko'rdim.
Quduq ustida kasallangan go'shtdan katta shar osilib turardi. Yaqinroq borib, uning ichida odam va hayvon jasadlari borligini ko'rdik. Shar tirgaklarda osilib sekin tepardi. Har bir spazmada teshiklardan sporalar otilib chiqib, asta yerga tushardi. Jin ursin, bu nima o'zi Volodya? O'ylashimcha, bu narsa infeksiya manbai. Unda nimani kutib o'tiribmiz? Shunday deb Olga ryukzagini yechib, undan benzin idishini oldi. U sharni benzin bilan quydi va men uning niyatini tushundim. Men Smirnovning ryukzagidan raketa otkichini oldim. Olga bo'sh idishni uloqtirdi va biz nari ketdik. Qani uni yoqib tashlang. Men o't ochdim va shar bir zumda alangalanib ketdi. Shu zahoti atrofdan dahshatli chinqiriqlar eshitila boshladi. Biz tomonga zaharlanganlar kela boshladi. Jin ursin, tezda bu yerdan ketishimiz kerak. Olga yugurib ketdi. Men yonayotgan sharga so'nggi bor qaradim va ketmoqchi edim. Ammo portlash sodir bo'ldi. Shar parchalarini sochildi. Portlash to'lqini meni yerga uloqtirdi. Men Olgani ko'rdim. U qo'rqib menga qarardi. Yo'q, faqat bu emas. Himoya kiyimim shikastlanganini ko'rdim. O'simtalar bilan qoplana boshladim. Yo xudoyim, bu kasallik menga ham yetib keldi. Olya, yordam ber. U faqat qo'rqib orqaga tisarildi. Ko'zlarim qorong'ulashdi. Oxirgi ko'rganim qochayotgan Olganing orqasi edi. Keyin nima bo'ldi, Vladimir? La'nati. Yana unga tezda dori bering. Tez. Volodya, meni eshityapsanmi? Menga qara. Yo xudoyim, menga nima bo'lyapti? Chalg'ima, portlashdan keyin nima bo'ldi? Nega xavfli buyumlar kamerasidaman? Del 2 xodimi, davom eting. Portlashdan keyin nima bo'ldi? Keyin zulmat cho'kdi. Hamma yoq qop-qorong'u. Avvaliga o'zimga kelganimda qayerdaligimni bilmadim. Keyin xonaga bir ayol kirdi. Uni aytishicha, ismi Mariya ekan. Siz yaradorsiz, og'ir, ammo hozir hammasi joyida. Men qayerdaman? Qishloqda. Xavotir olmang, bu yerda sizga zarar yo'q. Mariya menga qandaydir issiq ichimlik keltirdi. Undan keyin o'zimni sog'lom his qila boshladim. O'rningizdan turing, hozir tushlik qilamiz. U ketdi. Men sakrab o'rnimdan turdim. Derazadan qaradim. Qishloq top-toza va qulay, xuddi rasmdagi kabi edi. Qiziq, qancha vaqt hushimni yo'qotgan ekanman. Keldingizmi? Mana siz ham o'tiring. Ovqatlarimiz oddiy qishloqcha, lekin bari o'zimizniki, tabiiy. Bolalar, dasturxonga. G'alati, bu vaziyat menga juda tanish tuyuldi. Buni qayerdadir ko'rganman. Mariya bergan taomni tatib ko'rdim. Jin ursin, bundan mazaligini oldin yemaganman. Nima balo, juda ham mazali. Yana aytgancha, shu lahzada o'zimni baxtli his qildim. Bunday xotirjamlikni ilgari his qilmaganman. Tashqaridan qishloq yanada go'zal edi. Ozoda uylar, yam-yashil maydonlar, tabassum qilgan odamlar. Xuddi jannatga tushgandek bo'ldim. Juda ham ajoyib edi. Quduq yonida g'alati narsani o'ynayotgan bir bolakayga ko'zim tushdi. Va unga yaqinlashdim. Bu xunuk mexanik narsa edi. U qishloqning go'zal manzarasiga mutlaqo mos kelmasdi. Jin ursin, shunday ajoyib qishloqni buzib turibdi. Buni qayerdan olding? U o'zi kelib qoldi. Endi bu mening o'yinchog'im. Oqsoqol aytishicha, uni yovuzlar yuborgan. Yovuzlar? Qanaqasiga? U oxirgi paytlarda qishlog'imizga hujum qilayotgan dushmanlar haqida gapiryapti. Orqamga o'girilib qarasam, navcha ozg'in cholni ko'rdim. U o'zini Ivan qishloq oqsoqoli deb tanishtirdi. Biroz suhbatlashdik. Ivan bu ajoyib joy haqida gapirdi. Bu yerni hamma yaxshi joyini bir chekkadan sanay boshladi. Bu yerda sizni yangi hayot kutmoqda. Axir siz shuni juda xohlagan edingiz. Biz bilan qolsangiz hammamiz xursand bo'lardik. Atrofda faqat samimiy tabassumlarni ko'rdim. Mariya qo'lini uzatdi. Men rad eta olmadim. Men qishloqda qolishga qaror qildim. Bu hayotimdagi eng baxtli kunlar edi. O'zimni xavfsiz joyda his qilardim.
Biroq kutilmaganda falokat yuz berdi. Cherkov qo'ng'irog'i xavotirli jiringladi. Hey, nima bo'ldi? Maxluqlar, ular qishloqqa kelyapti. Men chetda tura olmadim, chunki bu endi mening ham uyim edi. Qishloq tashqarisida ularni ko'rdim. Bolakay to'g'ri aytibdi. Ular haqiqatan ham maxluqlar edi, dahshatli jonivorlar. Biz tomon kelar edi. Yaqinlashgach olov purkashdi, lekin biz qarshilik ko'rsatdik. Men oxirigacha jang qilishga tayyor edim, ammo shunda bir narsa sodir bo'ldi. Boshimda qattiq chaqnash bo'ldi va boshqacha ko'ra boshladim. Xuddi virtual ko'zoynakni yechgandek. Yirtqichlar o'rniga SCP jamg'arma askarlarini ko'rdim. Qo'llarida olov purkagichlar bilan birga edi. Orqaga o'girilib dahshatga tushdim. Ular yuqtirilgan haligi kasal maxluqlar edi. Ularni orqaga surishardi. Biz katta qorong'u g'orda edik. Atrofda yorqin dunyo yo'q edi. Bir lahza ikkilanib, hech narsa qilishga ulgurmadim. Meni ushlab olishdi. Rahmat, delik xodimi. Endi hammasi ma'lum. Menga nima bo'ldi? Hali tushunmadingmi, Vladimir? Sen endi inson emassan. Nima? Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. La'nati, bu mumkin emas. Sen yo'qolganingda kasal yuqtirganlarga vaqtincha ong qaytarish usulini topdik. Bizga faqat sinov obyekti kerak edi. Tasodifan sen shunday bo'lib qolding. Lekin men nega kerakman? Sen yordam berishing kerak. Bu qishloqqa yadro zaryadini yetkazish kerak. Ularni yo'q qilasizlarmi? Axir ular bir paytlar odam bo'lgan-ku. Doim nimadir qurbon bo'lish kerak, Vladimir. Yo'q, men bunday qilmayman. Sen hali ham jamg'arma xodimisan. Bo'ysunmaslik uchun seni yo'q qilish kutilmoqda. Menga qarang, rostdan ham shunday ajoyib hayotni yo'q qilmoqchimisiz? Oля, sen qutulib qoldingmi? Salom Valodiya. Ha, menga omad kulib boqdi. Uzr, seni tashlab ketdim. Lekin seni qutqarib bo'lmas edi. Men faqat tug'ilgan kuningga sovg'a bera olmaganim achinarli xolos. Sen hali ulgurasan, faqat keyinroq. Meni C zonasiga jo'natishyapti. Petronka boshqa iloj qoldirmadi. Nima? Faqat bu la'nati bombani ko'taraman dema. Jin ursin. Mayli, unga roziman de. Bu hamma yoqni portlatishga yetadimi? Jin ursin, hammasini. Albatta, bu qizaloq hamma narsani ag'dar-to'ntar qiladi. Xo'sh, deyarlikki, fikringni o'zgartirding. Yaxshi. Vazifang guruhni qishloqqa olib borish. Men bombani masofadan joylashtirdim. Agar biror noxush hodisa sodir bo'lsa, uni bemalol portlatishing mumkin. Rahmat, Oleg. Aloqada bo'lamiz. Nima? Xohlagan paytim portlataman deysizmi? Bizni o'ldirmoqchimisiz? Olga, hammamizni o'ldirmoqchimisan? Yo'q, men buni ko'tarmayman. Bu ahmoqlik. Olga, buyruqni bajar. Bu buyruq. Menga tegmang. Eshit, Olga, agar tinchlanmasang, seni qamab qo'yaman. Olga, buni qilishing kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishon. Hammangizni jin ursin. Bu la'nati g'orlarda Olga uzoq vaqt tinchlana olmadi. Jin ursin, biz tajriba quyonchasi emasmiz-ku. Biz bu yerdan qayta olmaymiz. Aniq o'lib ketamiz. O'lmaymiz. Men senga g'amxo'rlik qilaman. Fond bizni qo'yib yuboradi deb o'ylaysanmi? Agar biz bu yerda o'lsak, albatta Jim, biz yetib keldik. Biz qishloqqa yetib keldik. Aslida u boshqacha ekan. Xunuk uylar va juda ham ifloslik. Nega kasallar bu haqiqatni ko'rmaydi? Balki aksinchamikin? Bu illyuziyami? U yer esa haqiqiymi? Bu fikrlar meni xayolimdan aslo ketmadi.
Bu voqealar xayolimni chalkashtirib yubordi. Jin ursin hammasini. E'tiborsizlik bilan markazga yo'l oldik. Birdan askarlarga bir kichkina bola ko'rindi. Viruslangan bola robot qoldig'ini ko'rsatdi. Bu o'sha bola edi. Ha, bu aynan o'sha bola. U qattiq ovoz bilan qichqirdi. Jin ursin, orqamdan! Atrofimdan kasallangan odamlar yaqinlasha boshladi. Valodiya, men qo'rqyapman. Yonimdan ketma. Yekaterina, bizni topishdi. Vazifani tugata olmadik. Kapitan, ketinglar. Bombani uzoqdan ishga tushiraman. Xo'p bo'ladi. Chekinamiz. SCP fond askarlari viruslangan kasallarni quvlayotganda baland ozg'in gavda yo'lni to'sdi. Maxluq bir qo'lida o'roq ushlab turar edi. Olov uni qo'rqita olmadi. U o'roqni silkitib askarlarga yurdi. Bir lahza u men bilan tenglashdi. Ko'zimga tik boqdi. Shu on ichimda ovoz eshitdim. Yana shu yerdamisan? Bu Ivan edi. U aynan shunday ko'rinishga ega edi. O'lgani ko'rib unga yugurdi va o'roqni ko'tardi. To'xta! Sen yo'qol, bizga xoinlik qilding. Yo'q Ivan, hammamizni qutqardim. Qurshovdamiz, tuzoqqa tushdik. Deyarli hammasi virus bilan kasallangan. Afsus, lekin vazifani barbod qila olmayman. Xayr, kapitan Kromsov. Yo'q, Yekaterina, bunday qilmang. Biz hali shu yerdamiz. Olga, seni sovg'angni bera olmadim. Hozir ayni vaqti bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nimani nazarda tutyapsan? Tug'ilgan kuning bilan, Olga. Bomba qayerda? Bu yana nima? Yo'q. Salom, qo'shni. O, Alek, sen yaxshi joylashib oldingmi? Ha, albatta. Meni yangi uyimga kel. Albatta, xotinim xursand bo'ladi. Kim bilan gaplashyapsan, azizim? Alek bizni yangi uyga chaqiryapti. Unda ishni qo'y, tushlikka boramiz. Ertaga tanishganimizga 1 yil bo'lishini bilasanmi? Albatta, buni unutib bo'lmaydi. Men senga sovg'a tayyorlab qo'ydim. Agar yana shunday SCP video chiqishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Bilol bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar.